Şöyle mi? Ha, aytganini qilmamasini. Nima deding? Shunday kirdim, xotinim ko'ziga tikka qaradim. Jonim dedim. Mana ko'zlar muldag'lar. Shunday sochini quloqning orqasiga tashladim. Keyinchi. Keyin uyqucham berman deb. Uylanganingga 6 oy bo'libdi. 6 oy deyishga bitta bunaymi? Men ham nahira ko'rgim keladi. G'ayba! Yo'q, qaytarib emas, o'zing sekin tushuntir. Tamam, ber aka. Kirasan yoniga kelinni. Asalchan olib kirib shuni yalatasan. Yalataman. Oyoqchasini tik qilib bosasan. Bosaman. Keyin- Shoshmay turing, men shu o'g'li qilib kelib o'zi esimdan chiqadi, haymo, chappi kelaman men. Davayda. O'zingday chaqmoq bo'ling. Oy, tirlab ketdim shunday. Qanday bildi? Shunday kirdim. Hammasi papilarni-ku. Shunday asalni bostimda oyoqchani yaladim. Yaloq nimani o'rgatib? Ber aka. Yomon bilibdi-ku. Ada ana men otasiman, aytolmayman. Mana men tushuntiraman. Mana Sanjar yo'qligiga men o'zim tushuntirganman. Ha, Nurikchaga. Ha, o'lar qimillatib yotadi. Endi to'xtatib yurmaydi. Uyni ikkita bachcha. Hammalar. Bomrod. Bo'lma tushundim. Shuni shuncha qog'ozga o'ramasdan men o'zimga primo yatsalaman borib shappi. Bil o'zim hallab cho'tib qilaman. Ha, qiyin emas, gap tushundim. Rahmat. Men uni uyimga ketaman. Kelin. Kelin, siz bemalol ketavering, ha? Men bu arog'ni. Мои кайф заработан потом и кровью.